ushbu seriyani qanday qilib mana shunaqa issiqbo'l quvuriga aylanish jarayoni sizga qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'rsangiz tushunib olasiz. Ish jarayoni mana shu xomashoni idishlarga solishdan boshlanadi. Bu ko'rayotgan xomashyoningiz Koreya Respublikasiga tegishli bo'lgan LG kompaniyasining yaxshi seriyalari. Mana shunaqa idishlarga solinadi va vakuum orqali Liansu kompaniyasiga tegishli stanoqlarda ish jarayoni boshlanadi. Mahsulotimiz shu idishdan pechkaga tushadi va sekin erishni boshlaydi. Bu joyda bizda asosiy eritadigan pechka turadi va qolip turadi. Ya'ni belgilangan qolip 16, 20, 26 bo'lishi mumkin va jarayon boshlanadi mana. Ish jarayonlari doimiy ravishda nazoratda bo'ladi va mana boshlangan turbalarimiz, quvurlarimiz suv orqali sovitilishni boshlaydi mana. Quvurlar doimiy ravishda suvda aylanib o'tib turadi, chunki o'sha qizib chiqayotgan turba quvur doimiy ravishda sovutib boriladi. Mahsulot vannalar o'tib bo'lgandan keyin mana bu orqali, ya'ni fen orqali quritilar ekan va lazer orqali o'sha markazi, metri, ya'ni o'lchamlari yozib boriladi. Va undan tashqari bu lazer orqali mana ko'rishingiz mumkin diametrlarni o'lchab turadi. Agar xatolik bo'ladigan bo'lsa, ogohlantiradi va o'sha stanoq to'xtaydi. Bu mashina orqali quvurlar tortiladi hamda belgilangan o'lchamda kesib beradigan joylari ham bor mana. Bo'lgan mahsulot bu mashina orqali o'raladi. Ya'ni o'sha har 200 metrdan o'ram qilib tayyor holatga olib kelinadi. Tayyor bo'lgan mahsulot 200 metr bo'lganda kesadi va avtomatik ikkinchi stanovga o'tadi va u orqali mana ko'rayotganingizdek belbog' beriladi. Ya'ni 6 joydan o'sha mahkam qilib ushlab turiladi. Tayyor bo'lgan mahsulot havo berib tekshirish punktiga keladi. Bu joyda esa mana shaklda ulanadi va mana bu mahkam ushlagandan keyin endi havo berish jarayoniga o'tiladi. Ya'ni 5 bor bosimda bizda havo beriladi. Havo berib bo'lgandan keyin endi buni mana yopish moslamazi bor. Ya'ni biz uni yopib turamiz va endi ichiga havo qamaldi. Endi buni ichini havo chiqib ketmaslik uchun esa maxsus pechka yordamida yopib qo'yamiz. Mana ko'rganingizdek maxsus pechka orqali turbaning uchi eritildi va yopib qo'yildi. Ya'ni eritib o'sha zaglushka qilib qo'yiladi buning uchun. Ya'ni o'sha ichidagi havo, berilgan havo chiqib ketmasligi uchun. Bu nima uchun kerak? O'sha binolarga, obyektlarga borganda ham masalan, o'sha turba quvur butun yo butunmasligi yoki o'sha qaysidir joyda teshilib qolmaganligini aniqlash uchun ham kerak bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, buning ichida endi 5 bar bosimdagi havo bor. Endi buni mana tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Ancha havo qamalgan buni ham. Tayyor bo'lgan mahsulotni endi qadoqlash jarayoniga olib kelamiz. Mana maxsus logotip tushirilgan o'zining idishlariga solinadi va mana. Va endi bu qadoqlashga tayyor. Mana turbamiz, ya'ni quvurlarimiz qadoqlash jarayoni o'tdi. Bu endi o'sha mijozlarga jo'natishga tayyor. Mahsulotlar siz azizlarga jo'natishga tayyor. Qishda sovuq qolmasligi uchun Hidroplast kompaniyasi doim izlanishda.